Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv to'rdamiz, Gulsanam mahallada. Shundoqqina kirib kelishingizda 9 qavatli binoni 8-qavatidan zo'r uyimiz chiqqan. Narxi ham shokolad narxda. 65 u 67 kvadrat metr 3 xonali kirib yashashlikda yoki ijara qo'yishlik uchun tayyor mebel jihozlari bilan yokida mebel jihozsiz ham gaplashsalaring bo'ladi azizlar. Uyimizni narxini eshitdik. Menimcha bu hududga bu narx zo'r narx. Ikkala tomonga qaragan oynaklari skvoznoy tarzda. Qarayapsiz, ko'ryapsizlar, o'zida keng shunaqangi plashatkasi bor, bolalar o'ynash maydonchasi, avtoturargohi va bolalar uchun mini poliyasi ham bor. O'rtoqlar, videoda o'tkazib olmanglar, olib chiqib ko'rsatamiz. O'rtoqlar, uyga kirib oldik. Mana kirganimizda hol, o'zining shunaqangi shkaflari va o'ng qo'lda ketma-ket xonalar ketaveradi. Ya'ni birinchisi sanuzel, ya'ni hojatxonasi, buni yonginasida esa kattagina oshxonasi. Ko'rib turganingiz, kuxonniy mebellar, o'zining mebel texnikalari qoladi, xolodilnik, tashqariga qaragan shunaqangi oynaklari ham bor. Shundoqqina yo'lda yuziga qaragan, ko'rib turganlar endi. O'rtoqlar, dalshi uyi chap qo'l tomoniga yuradigan bo'lsak, bu yoqda bitta yotoqxona. Buni ham o'zini oynaklari, yoritish tizimlari ham yoqib qo'yilgan. Buni yonida esa koridorning oxirida yana bitta yotoqxona, o'zini konditsionerlari bor, oynaklari ham bor. Remontlarini ozgina remont qilib olasizlar. Mana shu xonani qolgan joylari ko'rib turganlar endi yaxshi holatda. Uydan ro'parasida hammomi, stиральный mashinalari bor. Qoldiriladi. O'ng qo'lda ayollarimiz ko'proq mehmon olib kelishadi. Mehmonlarimizni kutib olish uchun kattagina yorug' zal qilib qo'yishgan. Ikkitadan oynalar bilan konditsioner, televizor, mebel, shunaqangi gilamlar to'shab qo'yishgan. O'rtoqlar, kirib yashashligi yoki pul band qilishlik uchun yaxshi variant. Mirzo Ulug'bekda biz yana bir marta lokatsiyani eslatib o'tamiz. Narxiga keladigan bo'lsa, uy egalari bilan tushuntirish ishlarini olib borib, talashib tortishib 84 mingga qilib qo'ydik. Yana sunnatiga ozgina tushib berishadi. Raqamlarimizga aloqaga chiqinglar, savdolashsalaring bo'ladi. Bizlarni kuzatib borishda davom etinglar.